Qadim zamonlarda bir yigit bor edi. U zamonidagi bir olimdan tavhidni, Allohni yagona deb bilishni o'rgandi. Keyin u odamlarni yolg'iz Allohga ibodat qilishga da'vat qildi. Hattoki u sababli butun bir qishloq iymonga keldi. Bu hol qishloq hokimining g'azabini qo'zg'adi, chunki u iymonli emas edi. U katta bir chuqur qazishni buyurdi va unda katta olov yoqildi. So'ng u mu'minlarga: "Agar iymoningizdan qaytmasangiz, sizni shu olovga tashlayman" dedi. Lekin mu'minlar dinlarini mahkam ushladilar va iymonlaridan qaytmadilar. Hokim va uning askarlari esa o'sha olov atrofiga o'tirib, mu'minlarni o'tga tashlanishlarini tomosha qilardilar. Alloh taolo ular haqida shunday dedi: Innallazina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Albatta mo'min va mo'minalarni fitnaga solib, bu qilmishlaridan tavba qilmagan kimsalar uchun jahannam azobi bordir va ular uchun o't azobi bordir. Ya'ni agar ular tavba qilmasalar, ular dunyoda halok bo'ladi. Oxiratda esa ularga jahannam va kuydiruvchi azob bordir. Olovga uloqtirilgan mo'minlar nima bo'ladi? Ular haqida esa Alloh shunday deydi: Innallazina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Zalikal fawzul kabir. Albatta iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan zotlar uchun ostidan daryolar oqib turadigan jannatlar bordir. Mana shu katta baxtdir. Do'stlarim, agarda bu qissada zikr qilingan suraning nomini bilsangizlar, izohlarda javobingizni qoldiringlar. Barakallohu fikum.